65. Xalqaro gullar festivalini ochib berish uchun sahnaga Namangan viloyat hokimi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zosi hurmatli Abdurazzoqov Shokirjonovichni taklif etamiz. Assalomu alaykum, qadrli hamyurtlar, aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar. Bugun Namanganimizda ham katta tantana, gullar diyori sifatida dunyoga tanilgan maskanda an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Gullar festivali yubiley sana 65 yoshga to'ldi. For the most flowers planted by a team in 1 month. Congratulations. Bayram bo'lsin deyman-da. Butun dunyoga ovoza bo'lsin deyman-da. Xo'p. Çağı var. Har oğlu hunarmand, har kızı var. Bu el saadetli, bu el bahtiyar. Maşrafning ko'zlarin ko'rgan Namangan, ziyoli Namangan, ko'rgan Namangan. Olması qo'shiqqa aylangan chog'da, tarifi dunyoga ketgan Namangan. Bugün yıllar bayramı, güldük nezaketli diller bayramı, güldük savunca muştaktır güller, davramız doğruya kirin mihmanlar. Gülşahlı'da bugün yıllar bayramı, güldük nezaketli diller bayramı, güldük savunca muştaktır güller, davramız doğruya kirin mihmanlar. Kırgızstan'dan Oş şarından gelgemin 65 yıldığı Gül Festivali. Manga aябай жақты. Özbekistan'dan tarixin dаңызалаған, арқандай тарихи оқияларды жариялаған соңғы фестиваль болып жатат. Oş Mundus Travel'dan geldik. Ушул Namangandagi gulzarına geldik. Öte sonuna ekan, жақты bizge. O'zbekistonga cho'ng rahmat, dostluk, birimlik uchun chin dildan rahmat aytamiz.